Baxtsiz inson baxt bera olmaydi. Agar siz turmushda uyg'un munosabatlarga erishishni xohlasangiz, eng avvalo o'zingizdagi kasalliklarni aniqlash va ularni davolashdan boshlashingiz kerak. Bu kasalliklar nima? Alamzadalik, jahl qilish, arazlash, xafa bo'lish, ayblash, qoralash, nolish, shikoyat qilish, doim norozi qiyofada yurish, xuddiki sizdan butun dunyo qarzdorday xo'mrayib, ko'zlaringizda mung bilan qarab turish, ya'ni doimiy qiynalgan, bechora qurbon holatida yashash. Aynan mana shu kasalliklar juftingizni sizdan itaradi. Yaqin munosabatlar o'rnatishiga, uyga shoshilib kelishiga ular xalaqit beradi. Shuning uchun eng avvalo kasallikni tan olish va uni davolash muhim.